Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mazda 6 Zum Zum mashinasi bo'ladi. Mashinamiz 2008-yil ishlab chiqarilgan, 219 000 km bosib o'tgan, 2 litr motor bilan jihozlangan. Motori xudo xolisa zo'r holatda, avtomatik korobkasi zo'r holatda. Hadovoy 80% yaxshi, 20% mayda chudasi bor. Kuzovida ozgincha kosmetika joyi bor, zato narxi bilan mashina. Narxini ham siraz aytaman. Narxi atiga 5000 AQSh dollari. Egalari nomerini yozib qo'yaman, srochniy aloqaga chiqinglar. Mana turishini qaranglar. Oldi faralari gezarib ketmagan. 2008-yil mashina holati yaxshi bo'lib turibdi. Diska balonlarni ham holati yaxshi. Mashinamizda polniy cho'koranga sep qo'yilgan. Oldi orqa 4 ta stoykasi but-butun. Mashinamizda eng full komplektatsiyada, ya'ni lyuklari bor va multifunktsionalniy bo'ladi rullari. Oddiylarda unaqa bo'lmaydi. Oddiy rul bo'ladi. Knopkalari ham bo'lmaydi. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Bagaji juda ham katta bo'ladi. Выхлопной sistema, diodli optika takoy standartniy. Endi sizlar bilan interyerini ko'ramiz. Okalar, narxi atiga 5000 AQSh dollari. Aytib o'tganimdek, multifunktsionalniy rul, avtomatik korobka, klimat kontrol, Android smartfon qo'yib qo'yishgan, stiklopodъемniklar, bokovlarni boshqaradigan rejimlar, kojinli sidenyalar. Mashinamizni benzin расходi 10 ta 11 ta shahar ichida dalniga 6 ta 7 tagacha tushadi. Okalar, narxini eshitdinglar, atiga 5000 AQSh dollari. Egalari nomerini yozib qo'yibman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mazda 6 Zum Zum.